yo'qing. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sharh tushunarli, Ra'no. Raqam tanlaymiz. 7-chi raqam. Jack London 1 daqiqa vaqt tayyorgarlik uchun ketdi. 1 daqiqa tugadi, 2 daqiqa vaqt javob uchun. Marhamat. Jahon adabiyoti namoyandalaridan biri bo'lgan Jack London Kaliforniya shtati San-Fransisko shahrida fermer oilasida tavallud topgan. Jack London matros bo'lib, yana turli ishlar sababli ko'plab mamlakatlarga borgan. Jack Londonning asarlarida shimoliy o'lkalar hayoti, qolaversa insonga ishonch, hayot uchquni asarlarida kurashuvchanlik ruhi ko'proq aks etadi. Jack Londonni ayniqsa Martin Eden asari uni nomida butun dunyoga mashhur qilgan asari hisoblanadi. Jack Londonning hayotga muhabbat hikoyasida inson va tabiat yonma-yon tasvirlanib, unda insonni kurashuvchanlik ruhi o'z ifodasini topadi. Asarda bir oyog'i o'sha yaralangan sherigini Bill tashlab ketadi va o'sha bizga ismsiz tuyulgan odam sahroda qolib bo'ri bilan olishuvi tasvirlanadi. Bunda inson uchun eng qimmatli narsa bu oltin emas, balki hayotda yashab qola olish, kelajakka intilish tuyg'ulari bizga o'rnak bo'lsa, Martin Eden asarida Martin obrazi orqali muvaffaqiyat yo'lidagi qiyinchiliklar, inson sabr matonati bilan birgalikda Jack London o'sha paytda o'zini kibor jamiyat vakillari hisoblaydigan burjuaziya vakillari ustidan tanqid qiladi. Ya'ni Martin o'qib izlanish orqali o'zi intilgan, ustiyaltroq, ichqaltiroq bo'lgan jamiyat vakillaridan o'zib ketganini ham bilmay qoladi. Mazkur asar qaysidir ma'noda Jack Londonning avtobiografik asari sifatida ham talqin qilinadi. Jack London asarlarida ko'proq kurashuvchanlik ruhi bor deb o'ylayman. Shartini 15-19 yoshidagi kitobxonlar orasida mana siz boshlab berdingiz. Jack Londonning ijodi, Jack Londonning hayoti, asarlari imkon doirasida harakat qildingiz. Hayotga muhabbat u maktab darsligida bo'lar edi bir zamonlar. Martin Eden oliy o'quv yurtlarida o'qitiladi. Undan boshqasi yana 10 dan ortiq romanlar yozgan. Taassuf yo'li hammasi o'zbek tiliga tarjima qilinmagan va sizga taqdim etilgan, tavsiya etilgan asarlar orasida qaysisi bor edi? Martin Eden bor edi. Martin Eden degan asari bor edi. Martin Edenning o'zi ham batafsil ancha muhokama qilish mumkin o'zi. Aslida o'qiganmisiz Martin Eden? Ruf kim? Ruf Martin yaxshi ko'rgan qiz, burjuaziya vakili sifatida keladi. Martin Eden qanday mashg'ulotlar bilan, ishlar bilan shug'ullanadi? Martin Eden o'zi dengizda matroschi bo'ladi va uni Jo Dawson bilan kirxonada ishlagan va kunlari ham bo'ladi. Asosiysi uni yozuvchilikka kirib kelishi. Nega ularda aytmadingiz? Chunki ularda aytmadingiz. Men savol berilganning javoblari qabul qilinmaydi. Men sizni sinashim kerak, bilasizmi, yo'qmi, o'qiganmisiz, yo'qmi degan masala. Hozirgi vaziyat yomon emas, yaxshi tushuntirishingiz, asarning mohiyatini tushuntirishingiz, o'sha adabiyotchiga xos tushuntirish jarayonlari biz uchun baribir muhim sanaladi. Va birinchi chiqqan kishi odatda biz uchun mezon bo'ladi. Biz birinchi mezonni, o'lchovni, tarozini birinchi chiqqan kishining, birinchi chiqqan ishtirokchining so'zidan, fikridan, mulohazasidan shunga qarab baholashimga to'g'ri keladi. Men o'yladim sizda bundan kattaroq imkoniyatlar bor edi deb o'yladim. Ancha batafsil gapirish mumkin edi. Men ko'p gapirmaydi, bahomni e'lon qilaman. Menda 73 bor. 73 72 72 74 74 rahmat. 73 ballingiz bor umumiy.